Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan chain chartlarni ko'rib chiqamiz. Oldin ham bu mavzu haqida gaplashganmiz. Oldin ham video darsda video qilib tushuntirib berganman, lekin yana bir marta men qisqaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Qisqa lo'nda va tushunarli, yana ham tushunarli tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, chain chartlar nomlanishi har xil. Ba'zi ustozlardan trendy charts, trend charts, yana qanaqadir nomlarni eshitishinglar mumkin, lekin bitta narsani bilinglar. Bular chain chart degani, bular line graph bo'lishi mumkin, bar chart bo'lishi mumkin, table bo'lishi mumkin, pie chart bo'lishi mumkin, lekin bularni hammasini bitta umumiy xususiyati bo'ladi. Bularda yillar berilgan bo'ladi va mana shu yillar oralig'ida kategoriyalarda o'zgarishlar bo'lishi kerak. Nomi aytganidek, change deb turibmiz-ku, xuddi o'shanaqa o'zgarishlar bo'lishi kerak. Mana men buni misol uchun deylik, mana bu grafni nomi line graph bo'lgani bilan bu ham o'zi aslida changelarni ko'rsatadi. Like o'shaning uchun ham sizda introduction yozayotgan paytinglarda the line graph shows changes in deb turib davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni shu nimadir narsadagi o'zgarishlarni ko'rsatadi deb turib introductionni boshlasanglar, yozsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana barchatni ham mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqda yillar berilgan. Yillar mana bu yoqdagi barlar o'sha yillarni bildiradi. Mana increase bo'lyapti yoki decrease bo'lyapti. Demak, change, bu ham change. Xo'p, keyingisi table, bu yoqda ham mana yillar berilgan tepada, bu yoqda ham mana qanaqadir miqdorlarida o'zgarish bo'lyapti. Bu yoqda mana pie chart berilgan, lekin yillar va bunda ham o'zgarish bo'lyapti. Bu narsani bilib tushunib olish juda ham muhim. Nima uchun muhim deydigan bo'lsak, chunki biza ishlatadigan language, ya'ni uni vocabulary'si bo'ladimi, grammar strukturalari bo'ladimi, deyarli hammasida bir xil bo'ladi. Uncha o'zgarish bo'lmaydi. Bir xil. O'shaning uchun chain chart deb turib bitta o'rganib olamiz, bitta bilib olamiz va mana bu line graphga alohida, bar chartga alohida yoki bo'lmasa table'ga alohida degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni alohida tushuntirib beraman yoki bo'lmasa unga alohida o'tishimiz kerak, men buni o'tganman, o'tmaganman degan bir xavotir sizlarda bo'lmasligi kerak. Xo'p, ana endi bularni describe qilishda qanaqa languagelardan foydalanamiz, qanaqa fe'llardan foydalanamiz. Demak, eng common language, eng common vocabularies, lug'atlar bilan ishlatiladigan lug'atlar mana increase, go up, rise, climb, grow, double, improve, decrease, go down, fall, drop, dip, half, decline. Demak, mana double bilan half degan, double 2 marta ko'payish, half 2 marta tushish. Bularning hammasi increase yoki decrease bildiradi, o'sish yoki tushishi bildiradi. Fluctuate yoki be erratic degani bu o'sha ikkitadan, uchtadan ko'p bo'lgan o'sib tushishlar bo'ladigan bo'lsa, demak buni fluctuate deydigan bo'lsak bo'ladi. Agar o'zgarmasdan qoladigan bo'lsa, mana bu languagelardan foydalansak bo'ladi. Remain steady, remain stable, stay stable, shulardan foydalansak bo'ladi. Boshqa yana ishlatishimiz mumkin bo'lgan chain chartlarni describe qilishda ishlatishimiz mumkin bo'lgan fe'llar bular start at, tushunchada boshlandi, begin at, finish at, tushunchada tugadi, peak at, tushunchada eng cho'qqisiga chiqdi, reach, recover, shu so'zlardan foydalansak bo'ladi. Xo'p, mana demak, fe'llar, the figure degani ko'rsatkich degani, ya'ni ko'rsatkich degani misol uchun har qanday grafda, misol uchun deylik, mana staying with family oqda berilgan-ku bu yoqda. Mana shu 50 ga, ya'ni mana shu narsani biz figure deb olsak bo'ladi. Figure for staying with family da shunaqa deb gapirib ketsak bo'ladi. The figure. Demak, ko'rsatkich bu yoqda subject bo'lyapti. Increase, ya'ni increase qildi, oshdi deyamiz. O'tgan zamonda gapiramiz, ya'ni ed qo'shganmiz, bular to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun. Asosan o'zi chain chartlar o'tgan zamonda beriladi va ko'pincha o'tgan zamonda foydalanishimiz kerak. Ya'ni yillarga qaraydigan bo'lsak, hammasi o'tgan zamondagi yillar, o'tgan zamondagi yillar, o'tgan zamondagi yillar va yana o'tgan zamondagi yillar. O'shaning uchun asosiy ko'p uchraydigan zamon bu o'tgan zamon hisoblanadi. Zamonni ham strukturasini bilib qo'yish juda ham muhim, chunki ko'pchilik past simple yozayotgan payt passive voice o'zgartirib qo'yadi. Misol uchun mana qilib qo'yadi. The figure was increased deb turib, was ni o'rtadan qo'shib qo'yadi. Bu juda katta xato. Iltimos bu xatoni qilmanglar. Xo'p, the figure increased, ya'ni ko'rsatkich oshdi, ko'rsatkich decrease qildi, stay steady bo'ldi, ya'ni o'zgarmasdan qoldi, started shunchada boshlandi, ya'ni bu yoqda sizlar nimani aytishlaring kerak? O'sha qanchada boshlanganligini sonini aytishlaring kerak bo'ladi. Uzbekistan produced 2 million cars in 2010. It produced 4 million cars in 2015. Ya'ni shunchada produce qildi. The number of cars which were produced in Uzbekistan doubled from 2 million to 4 million in 2015 deydigan bo'lsak. Ma'lumotga e'tibor bermanglar, ma'lumotni made up information, shunchaki tushuntirish uchun. Xo'p, ana endi qaranglar, mana bu yoqda increase, decrease degan so'zlarni ishlatyapmiz, lekin qanchalik darajada increase qilganligini bilmaymiz, qanchalik darajada decrease qilganligini bilmaymiz.
o'shani darajasini aytmoqchi bo'lsak, bizaga o'sha verblarning yonidan nima ishlatsak bo'ladi? Adverblar ishlatsak bo'ladi. Misol uchun increase slightly, increasing insignificantly, slowly, steadily. Mana bu yerdagi graf shuni ko'rsatadiki, bu qanchalik o'zgarishni bildirishini ko'rsatadi. Ya'ni mana bu adverblar shunaqa ma'no bildiradi. Misol slightly, insignificantly, slowly, steadily, gradually bilan juda ham sezilmas, sekinlik bilan shunaqa ma'noni. Markedly, moderately, noticeably, demak bu sal yuqoriroq. Dramatically juda ham keskin ravishda degan ma'noni bildiradi. Mana shunaqa kategoriyalar. Men har bittasini o'qiyotmayman. Bu fayl o'sha kanalda tashalgan, alohida kanalda tashalgan, shu kanalga qo'shilib olib, a'zo bo'lib olib, mana shu faylni olib o'zlaring uchun not qilib chiqsanglar bo'ladi daftarlaringga. Xullas, mana shunaqa adverblarni ishlatsangiz. Adverblarni ishlatayotgan paytimiz albatta adverb verbdan keyin keladi. Tushundingmi? Bu gap tuzish strukturasi mana shunaqa. X degani bu yerda subject bo'lib kelyapti, undan keyin verbni qo'ydik. Mana bunaqa verblardan foydalanishlaring kerak. Keyingisi adverb, undan keyin detail degani soni shunaqa, undan keyin time qilib butun gapni yasashimiz mumkin. Misol uchun figure increased slightly, ya'ni ko'rsatkich sekinlik bilan oshdi. The figure decreased markedly. Demak, ko'rsatkich demak sezilarli tushdi deydigan bo'lsak, mana shunaqa qilib gaplar tuzar ekanmiz. Bu yerda detail bilan time berilmagan. Endi mana bu tablega qaraymiz. Bu car ownerslar haqida ekan. 2000-yilda 2000 bo'lgan ekan, 2010-yilda 7000 bo'lgan ekan. Endi qanaqadir shahardan, endi bu qayerdadir. The number of car owners increased significantly. Demak, sezilarli ravishda, ya'ni mana buni sariqqa belgilab qo'ygan sababi bu X, ya'ni subject ma'nosida kelyapti. The number of car ownerlarning soni oshdi deymiz. Car ownerlar oshmaydi, soni oshadi ularni. Increased significantly from 2000 in 2000, ya'ni 2000-yilda 2000 tadan 7000 taga oshdi 2010-yilga deb turib manaqa gap aytamiz. Mana boyankiga mana bu strukturaga bemalol tushyapti. Mana yaxshilab qarab chiqsanglar, patternlarga yaxshilab qarab chiqsanglar tushyapti. Xo'p, bizda bu yoqda fluctuation berilgan ekan, 85 bilan 25 o'rtasida mana shu yillar oralig'ida fluctuate qilyapti ekan. The number of car owners fluctuated wildly. By the way, bu yerda fluctuate degan so'zni ko'rdik, bu yoqda fluctuate degani tushib o'sish. Fluctuate uchun mana alohida bizga nimalar berilgan? Adverblar berilgan. Fluctuate mana bular bilan hammasi bilan ham bir ko'rmaydi. Mana shu adverblar bilan bir keladi asosan. Between 25 and 85 from 1965 to 2010. Yo'q, bo'lmasa CEO, ayol, female CEO, mana shu adashmasam yaqinda bitta o'quvchimga tushdi. Shunga o'xshash nima? Graf. Xo'p, chanchat tushgan. Asosan o'zi bitta narsani eslatib qo'yay. Chanchatlar bu juda ham ko'p tushadigan chat hisoblanadi. Juda ham ko'p tushadigan graflar hisoblanadi, graflar turiga hisoblanadi. Shuni yaxshilab o'rganib olsanglar, odatda 30-35 40% holatlarda ham demak sizlarga chanchat tushish ehtimoli juda ham yuqori. Mana shuni yaxshilab o'rganib olsanglar, qolganlarini ham tushunishlari osonroq bo'ladi. The number of female CEOs grew dramatically between 1990 and 2000. Shunchalar dramatically, ya'ni keskin, juda ham keskin ravishda oshdi. Bu yoqda biz maslahat yozganmiz, adverb qo'yish mumkin ekan deb turib, endi bosib hammasiga adverb qo'yib chiqishinglar shart emas. Yozda shunchaki fe'l o'zini ishlatganingiz ham ma'qulroq. Bu common mistake'lar, iltimos mana shu common mistake'larni qilmanglar. Bu yerda aytib o'tdim. Past simple'da bu passive voice ishlatish juda ham g'alati. Ya'ni change'larni gapirayotgan paytimizda grow up degan so'z ishlatilmaydi. Writing tasvirda ba'zilar ishlatib qo'yadi. The grow up degan u katta bo'lmoq deganda. The figure increase significant. Va mana bu adverblarni ly ni tushirib qoldirmanglar. Fe'l bilan ishlatyapsizlarmi? Albatta ly bilan ishlatinglar. Demak, qaranglar, bu change'larni describe qilishni birinchi usuli edi. Mana bu yoqda shuning uchun ham 1 deb qo'yganmiz. Verb plus adverb, ya'ni verblar va adverblar kelish. Tasavvur qilinglar, sizlar change'larni describe qilyapsizlarda, shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Teacher qarang, faqat mana shu verb adverb bo'lib qolyapti. Salgina repetitive bo'lib qolyapti. Shundan endi variety'sini oshirishim kerak, ko'proq qilishim kerak deydigan bo'lsanglar, endi sizlarga ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usulimiz bu adjective plus noun. Mana bunaqa narsalar o'zi mana bu slaydda ham bu dars oxirida ham tushuntirganmiz. Nima uchun o'zi variety of structure va formalarni sizlar ko'rsatishingiz kerak? Chunki mana bu yoqda 9 bo'lmasa 8 bo'ladi. Wide range of structure within the scope of the task is flexibly and accurately used. Ya'ni bu yuqori levelga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Ya'ni sizlar faqat bitta struktura emas, har xil strukturalarni iloji boricha ko'rsatib berishingiz kerak. Tasavvur qilinglar, uyingizga mehmon keldi. Uyga mehmonga faqat har kuni misol uchun 3 kun turadigan bo'lsa, bir xil ovqatni olib kelyapsizlar, faqat osh. Bu mehmon nima deydi? Misol uchun zerikadi, to'g'risida, ana keyin uyimga turib ketdim, bir baholab ketgan, men 9 dan baholab ketgan desanglar,
keyin juda ham past baho qo'yib qo'yish mumkin. Albatta o'shaning uchun variety, ya'ni xilma-xillik shunaqa ko'rsatish kerak. O'xshatishda yana qanaqadir gaplar qilib yubormanglar. Anyway. So, ana endi bu adjective bilan noun qayerdan paydo bo'ladi deydigan bo'lsanglar, adjectivelar boyangi adverblarni ly ni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, adjectivega aylanadi. Endi qaranglar, darsda birinchi bo'lib turib, men adjectivelarni berganman. Nima uchun adjectivelarni berganman? Chunki adjectivelar bilan nounlarni oldindan keladi. Noun qayerdan keladi desanglar, noun boyangi fe'llarni noun shaklini ishlatamiz endi. Verblarni noun shakli. Mana increase ham verb ham noun bo'lishi mumkin. Agar an increase, ya'ni an predlogi bilan ishlatadigan bo'lsanglar, demak bu noun bo'ladi. Va oldidan adjective qo'ysanglar, misol uchun a slight increase, ozroqgina bilinar bilinmas o'sish deydigan bo'lsanglar, mana shunaqa. Shunaqa ma'noni bildiradi. Xo'p. Bu yerda yana bir ikkita narsalar qolib ketdi. Marginal, negligible, juda ham bilinar bilinmas degan adjectivelar qolib ketdi, adverblar qolib ketdi. Ularni ham o'zinglar uchun mana aytib ketyapman, hozir eshitayotgan bo'lsanglar, shuni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p. Demak, mana a significant growth, noticeable decline, a wild fluctuation. Demak, mana shunaqa qilib noun adjective plus noun qilib ishlatishlar mumkin. Endi bo'ldimi, adjective plus nounni qayerda ishlataman, qanaqa qilib ishlataman deydigan bo'lsanglar, bunda ham sentence structurelar bor, 3 ta sentence structurelar bor. Mana shularni yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Birinchi sentence structure bu X, ya'ni bu yuqorida aytganimda X bu subject. Misol uchun the number of car owners ga o'xshagan subject bu. Undan keyin mana bu fe'llardan bittasini ishlatar ekansizlar va asosan boya aytganimdek past simple'da ishlatishingiz kerak. Xo'p, va undan keyin an, albatta bu an nimaga tegishli deydigan bo'lsanglar, bu mana bu boyangi verblarni noun shakliga o'tkazganimizdan keyin ular birlikka o'tadi. Birlik o'tgandan keyin bularning oldidan an kerak. Va bu adjectivelar boyangi adverblarni adjective formasida ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, bizga the number of car owners increased significantly degan gapni aytdik-da. Endi buni boshqacharoq paraphrase qilib berishim kerak. Men variety, ya'ni o'zimda grammatik strukturalar ko'pligini ko'rsatib berishim uchun buni adjective plus nounga aylantirishim kerak. Endi kelinglar, mana bu qoidaga amal qilgan holda buni paraphrase qilib chiqamiz. Demak, birinchisi number of car owners turar ekan bu yoqda mana. Undan keyin mana bu fe'llardan bittasini ishlatamiz. Saw o'tgan zamonda. Ana endi increase significantly. Significantly bu yoqda adverb bo'lyapti. Endi a significant ly ni chiqarib tashlaymiz. Increase bu yoqda verb bo'lyapti. Increase deb qo'ysak, mana bu yoqda increase bo'lib turibdi. Demak, nimaga aylanar ekan? Nounga aylanar ekan. Tushundinglar? Mana mashina egalarining soni sezilarli ravishda oshdi. Mashina egalarining soni sezilarli o'sishni kuzatdi, sezilarli o'sishni boshdan kechirdi degan ma'nolarni bildiradi. Endi ma'no jihatdan yaxshilab o'rganmoqchi bo'lsanglar, men sizlar uchun tarjima qilib beryapman. Baribir umumiy logik jihatdan, ya'ni meaning jihatdan o'rganganlaring ma'qulroq, shunchaki biron bir strukturani ko'r-ko'rona yodlab olganlaringdan ko'ra. The number of female CEOs grew dramatically between 1990 and 2000. Bu yoqda mana verb plus adverb bo'lyapti. Endi buni paraphrase qiladigan bo'lsak, the number of female CEOs witnessed a dramatic growth between 1990 and 2000. Ya'ni witness, demak, mana bu yoqdan witness ishlatamiz, a dramatic growth between 1990 and 2000. Shunaqa qilib ishlatib, paraphrase qilib. Keyingi struktura, ikkinchi strukturamiz. Ana endi x'ni biz oxiriga qo'yar ekanmiz va uni oldidan in ishlatar ekanmiz. Mana shunda qanaqadir o'sish bo'ldi degan ma'noda there was yoki there were. I'm sorry guys, mana shu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Men speakingning oldingi videolarda ham reading explanation qilib bergan paytimda ham aytganman, ogohlantirgan, pronunciationda muammolar kuzatilishi mumkin. Speaking qilganimiz yo'q birinchidan, o'shaning uchun asosiy e'tiborimiz tushuntirish. Agar mabodo xatolashsanglar, iltimos xatolar kamtaringizdan deb biling. Shunaqa. Okay. The number of car owners increased significantly. O'sha gap, boyangi gap, ya'ni hali ham verb plus adverb bo'lyapti. Endi men bu strukturaga qo'yadigan bo'lsam, demak gapni nima bilan boshlashim kerak ekan? There was bilan boshlashim kerak ekan. A significant increase, mana a significant increase. Endi nima deyman? In the number of car owners. Ya'ni car ownerlarning sonida sezilarli o'sish bo'ldi degan ma'noni bildiradi agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak. The number of females grew dramatically. Boyangi there was dramatic growth. Mana ly ni chiqarib tashlaymiz. Grew'ni demak noun shaklini topyapmiz. Growth bo'ladi. In the number of female CEOs bu yoqqa ketaveradi. Mana shunaqa. Xo'p, in the percentage of obese people in Australia. Mana shunaqa deb gapiramiz. Keyingisi uchinchisi uchinchi strukturamiz. Xo'p. Demak bu passive voice deb bo'ladi asosan. Endi qaranglar. In X boyangiga o'xshab turib, bu oxirida bo'lar ekan.
Mana shunaqa o'sish, qanaqadir o'sish, sezilarli o'sish, nimadadir kuzatildi. Misol uchun, mashinani egalarini sonida kuzatildi deydigan bo'lsak, shunaqa qilib gapirsak bo'lar ekan, shunaqa qilib gap tuzsak bo'lar ekan. Mana an demak adjective, noun, undan keyin was, ya'ni passive voice bo'lgani uchun was, yo seen, observed yoki bo'lmasa recorded, reported degan so'zlarni ham ishlatsanglar bo'ladi. Shunda deb aytib ketsanglar bo'ladi. Misol uchun, the number of car owners increased significantly. A significant increase was seen in the number of car owners. Tushundingmi? Endi shu yerda savol bo'lishi mumkin, teacher nima uchun hozir og'zaki aytib ketyapsiz, nima uchun shuni slaytga yoki bo'lmasa darsga qo'shmagansiz desanglar, o'zi aslida bu darslarimni asosiy fokusi 7 va undan yuqori, ya'ni 7+8 gacha deylik, olish uchun qaratilgan. 7+ olishinglar uchun bemalol sizlarga yetadi mana shu yerda berilgan strukturalar. Faqat to'g'ri ishlatsanglar, tushunib ishlatsanglar, bemalol mana shu strukturalar bilan. Xo'p, mana shu strukturalar sizlarga 7 olishinglar uchun bemalol yetadi. Men 2 marta writingdan 7+ olganman va o'shanda score breakdown berganimda birontasida ham ikkalasida ham nima chiqmagan, 7 dan past chiqmagan. O'shaning uchun mana shu strukturalarni o'zini ishlatganman va ikkalasida ham adashmasam chencha tushgan. Xo'p, demak, mana shunda aytmoqchi bo'lganlarimiz qisqa lo'nda birinchi darsimiz. Ikkinchi darsimizda demak nimalarni ko'ramiz desanglar, ikkinchi darsimizda qanaqa qilib subjektlarni berishni ko'rib chiqamiz. Keyingi videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha xayr.